Bizning günimiz. Avtori Məmtili Tevfik Efendi. Avazda Ğunçem Rozi. Oң yenimga baxsam quyosh bar. Sol yenimga baxsam to'lin ay. Biz zulmetde shuncha beg'am yatimiz. Qarindishim, ey tuqqunum halingga voy. Sening ko'zing bu qismatni ko'rmadimi? Sening ruhing bu ochiqni sezmadimi? Shum siyosat tanni qiynab azmadimi? Uxlamadik ochiq jutib bir talay. Ana tuproq bu boyliqlar haqqimiz. Qo'ldan ketgan aziz vatan xalqi biz. O'tib ketdi behuda bu kunimiz. Bo'lib qoldik bir bichora, bir gaday. Tez bo'lib ketdi bizga endi yashamoq. Bo'lsin qo'lda umid degan bir chiroq. 1936 yılı yazılgan.